Ağilla. Ne? Ma bugün oyunumuzda tuncu ketim koyumuz. Şuna sal huşşarak bulaylı cuma. Hatırcan bulanlar var. Rasşağında çevitimiz var. Şundak. Bu neyini çelip şamı kılıydı mı? Çelip kaskada kılamaz. Hey, Rast. Ben sen korkuatını cuma deş. Ağilla, herkes korkmanglar. Xuddi aşı müzik institutida 20 yıl okugan mahir sazendlardek ishlat bilan çeliyorlar. Aldыңlar? Kızık yapıldı ki. Müzik institutunda bir saat mi okumagan to'sa. Estağfurullah. O kişinin gibini kılırsa. Ben çoğun olganda neyini birinci ketip tutup bekişim adaş. Ben koyma küçükümde ligeni dap kılıp çelip şuna ketken ben. Ağilla. Üzenglarga işin ola. Bommas aç kalımız. Kalan işini üzeng doğulayım. Gel, otur. Tez. Maya da oturma daş, ben bir diyecek oturduk ayama. Kendine girek. Tek aldı ol gittim. Kendine girek. Ha, oldu. Abi değişik aldıkrak oturup. Dikkat. Titremeye oturmamsınız. Dikkat edin. Başlayalım ha. Perde. Dikkat. Ha. Assalomu alaykum. Hurmatlik, aziz, kelishgan, qomatlik, muhtaram, istidodlik, kamolat yetgan xonimlar, apandilar, o'yinimizga kelgan muborak qadimlarga muborak bo'lsin. Men bizning ataqliq, mahir, yetuk, mashhur sazandlarimizga vakolatan sizlarga oliy ehtirom bildiraman. Aziz tomoshabinlarimiz, o'yinimizni ko'rish oldirayotgan bo'lishi mumkin. Biz ham shu topda sizlarga nomerimizni taqdim qilmoqchi. Xalqimiz san'atini deb necha 10 yil chet ellarda o'qib soz pirlari qatoriga kirgan mashhur sozandlarimizning urilishida rak muqomimi, mushavarak muqomimi, ish qilib men bilmadim. Muqomdan ariyani diktolar taqdim etsak, tuzg'in chavab. Marhamat.
Barikallah karomat. Acab isil maharet. Kelvettinla acayip. Kulunla bolsun salomat. Rahmat. Rahmat. Xalqimga rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Mening ismim Ahmad. Ahmad, sizga mi rahmat? Rahmat sizga. Rahmat. Mush bildin nafl yaxshi ekan. Voy, o'ng bo'p qala. Rahmat sizga. Voy, rahmat. Rahmat sizga. Kechiring. Bu telefon nomerimiz bor, yozib bo'pti. Kechiring, men telefon tutmayman. Voy, kechiring. Aziz tomoshabin, turib turing. Sazandlarimiz qandaroq chaldi? Voy, ular bak yaxshi chelvatdi. Ularni quliq datganmisin? Rahmat. Oldinglarmi? Mana bu xalqimning sizlarga bergan yuqori bahosi. Aziz tomoshabin, bu sazpirlarimiz yani sizning ham tuvanda o'tirayotgan barliq aziz tomoshabinlarimizning huzuriga yani qanday kuylarni taqdim etsin. Xalq ahanglardan yana birini chaptasin. Xo'p, bo'ladi. Sazandlarimiz xalqimiz yaxshi ko'radigan kuylarga chelib, o'lib ketsak rozi. Shundaqmi? Marhamat. Men o'zining borlig'ini sizlar uchun atib etgan bu mashhur sazandlarimni tunishtirishimga ruxsat qilgaysiz. Mana bu kishi, marhamat. Qo'lidagi mushiq g'ijak bilan nikoh qilib, borlig'ini muzik ishlariga beg'ishlab etgan kompozitor mahiri, kompozitor. To'g'ri. Kompozitor ustasi To'xtibodek bo'ladi. O qanday qilsam xalqimga yana isil kuylarni taqdim qilamankin deb mushunda to'liq g'am yeb samirib ketgan. O bu yil 30 yoshga kirdi. Shunday ustoz. Shunday. Men shu topda xalqimni meni bu g'ijakni qanday chavodirkin davatamkin deb hayajonga ketib borman. Barakalloh. Rahmat. Ustoz, siz qaysi davlatda o'qigan? Men Toshkent davlatining O'zbekiston shahrida o'qigan. Barakalloh. Siz necha yil o'qidingiz? Men 40 yil o'qidim. Anladinglarmi tomoshabinlar? 30 yoshga kirib turib 40 yil o'qish degan odatga odamning qo'lidan keladigan ish emas. Rahmat. Ustoz, siz nimani eng suysiz? Qo'limdagi skripkani. G'ijaknidan. Va g'ijak bilan xalqimni. To'g'ri. Ular ikkisi suyishga arziydi. Qani, mush ustozga yana bir olqish yo'rtib olsak, chavak. Rahmat. Marhamat. Hurmatli aziz qarindoshlar. Endi men sizlarga yana bir kishini, shundaqla sizlar hayotingizda ko'rib boqmagan mahir ney ustasi ham yetuk kompozitorni tanishtirib o'taman. Qani ustoz, marhamat. Rahmat, xalqim ming rahmat. Unim xir etim Ahmad. Çavukınlarga kömülüp kettim, çünkü men bak tunulup kettim. Barakallah. Neyçpirim, siz neçe yaşınızdan başlap öğrengen? Men anamның qo'shig'idan nechapni tushib ketman. Barakallah. Qarang. Mening kichigimda non deb emas, nay deb tilim chiqib ketgan. Yo, per, tug'ma qobiliyat ekansiz-da. Mening talantim tug'midimmi burun bo'lish kerak. Nechpirim, siz tug'ilgandan tortib, ta hozirgacha xalqimizga nechalik xizmat qilib kelibsiz. Musiqa ilmida ilm tahsil qilibsiz. Anglasam, Avropada 19 yil o'qibsiz, bu rostmi? Shundaq, men Avropada o'qidim, xalqim uchun o'qidim, ney uchun o'qidim. Men neyni yaxshi ko'raman, xalqim uchun o'laman. Xalqim bilan neyimni ta o'lgich suyman. Barakallah. Ustoz, siz musiqa ilmida doktorlikni tamomlabsiz. Endi sizning yana qanday g'oyalarınız bor? Shundaq, men xalqim uchun doktorlikni oldim. Endi qattiq tirishib, bakalavrlikni olmoqchiman. Anladinglarmi, aziz tomoshabinlar? Ustozim kamolat yetgan kompozitor ham muzikant bo'lishdan sirt yumorliq gapga shundoq usta ekansiz. Ustoz, siz mushu insoniyatning ma'naviyat uchun musiqa ilmini tahsil qilaverib, jafoga chidab, davomli ilgarilaverib, ovozingiz mushundoq g'ishildab ketgan, bu rostmi? Yo'qsa. Mening ovozim tug'mi xar.
Yok. Anladınlar mı aziz qarindoshlar? Ustozimning hamma yeri tug'ma qobiliyatga ega. Xo'sh, sizga baxtiyor bo'lsin. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, endi men sizlarga mahir chalg'uchi, atoqli chang ustasini tanishtirib o'taman. Qani ustoz, marhamat. Assalomu alaykum. Mana bu zot ulug' olim, filosof. Ha? Kuy ustozi buvimiz Al Farabiyning 38-avlodi Al Zamoniy bo'ladi. Rahmat. Shundaqmi ustoz? Men naq shu qadiham bo'laman, qadiham. Al Zamoniy da. Ha, men shu naq al zaman tug'ilgan. Men chang shunda ustamanki, chang ustaligimdan changning qanchadan simning baliq qarmay jalaman. Doğrusu, ustoz nayt kamtarlik bilan gap qildi. Demisi bu chang-chag'ani ko'zini qisilib chag'achqa, uning tarixdan nech ekanligi bilan aslo hisoblashib o'ltirmadi. Mana bu talant. Xo'sh, ustoz, sizning qanday arzu-armonlaringiz bor? Men shu tomoshabinlar menga gultitchi naqla pul tisgan deydi. Samimiy gap qildi. Ustoz, nima degan rostchil? Nima degan samimiy? Chunki o sizlar tutgan aşı pullarni saxovat ishlariga, yetim yesir maktablarga yoni qilmoqchi. Shundaqmi ustoz? Ey, men nima bunday qilaman? Siz shundoq demoqchi. Tomoshabinlar ham men bu nuqtani tunib yetdik. Shundaqmi ustoz? Shundaq deyapman. Menimcha cho'qim shundaqmi deyman. Putul desam, Astagfirullah. shunday dedim. Ha, balle barakallah. Qani bu saxovatchi ustozga yana bir olqish bersanglar, chavak. Rahmat. Sizlar bak. Hamma sazning aybini yap degan mashhur hikmatni anglaganmi? Agar anglagan bo'lsanglar, ana shu barliq sazlarning aybini yapadigan dab ustasi, shundaqla sazlarning erkisi ham qo'mondoni bo'lgan, shu xislatlik dabni chelishda nom chiqargan Shohin Shohni sizlarga tanishtirib o'tsam. Qani, ustoz, marhamat. Yaxshimisizlar, xonim qizlar? Mening telefon nomerim 2857 da telefon qilinglar bir paytda. To'xtab qolsa telefoninglar echikdim bir hafta. Shohin Shoh ustozimiz shu muzik uchun yuragi, bag'ri, kavob bo'lib, dabni qattiq chelivergachga nervisi ajizlab ketgan. Ustozimizning nervisining tezroq asli kelish uchun bir olqish bersanglar, chavak. Rahmat. Aman bo'ling ustoz, marhamat. Rahmat. Hurmatli aziz tomoshabinlar, endi huzuringizga xalq kuylari ham xalq naqshlarini taqdim etmoqchimiz. Sizningcha shunday qilsak bo'ladimi ustoz? Meningcha bo'lsa, mushavarak muqomini chaqan bo'lsa. Hay, mushavarak muqomini endi qachirilmagan tus nima deysan? Jimbatrava, nima qo'shimchiliklar? Aziz tomoshabinlar, endi huzuringizda bo'ladigan bu cho'lpon Moskva Uyg'ur usul kafedrasida 11 yil muqomni tadqiq qilgan. O kelgisi Dünya Gazal Festivalida oltin medalga erishib, xalqimizga shon sharaf keltirmoqchi bo'lgan mashhur muqam shahzodasi kim edi? Kim edi? Kim edi? Ne bileyim ben. Ish qilib birsi bu maqti. Xalqimiz buni mendan burun paraz qilib bo'ldi deyman. Rahmat. Qani undaq bo'lsa, huzuringizda muqam shahzodasi, marhamat. Hürmetli aziz tomoshabinlar, san'atkorlarimiz sizlarga inson xalq diskosi taqdim etadi. Chavon! Marhamat. Rahmat.
Rahmat. Qani tosh. Tosh. Rahmat. 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 Voy. Aziz tomoshabin. Nomus. Xalqni mushundoq aldashdan nomus qilmamsizlar? Bu gul bizning san'atkorlarga bo'lgan ko'nglimizdi. Haqiqiy san'atkorlarga gul sovg'a qilish kerakdi. Sizlar san'at sepiga so'qilib kirib olgan aldamchilar ekansizlar. Voy bundoq aldamchilik qilgandan o'zinglar loyiq ishlarni qilsanglarmamdi. Men bu gullarni bugun sizlar oldigan san'at suyar xalqimga tutdim. Maqinimni ben anlap oruqlab kiran bulduk da. Ovozim ichvetgidekla to'g'ri gap qildi jima. Güldümmi, tuldummi, moyim gap qildi. Tas qaptım ha, telefon numaramni ezib latılashqin ha. Çıkmaymasan çıkafkam çolpan bulsa deb obdan çolpan bo'ldim. Bo'ldiqlar. Hurmatli aziz tomoshabinlar. Men do'stlarimga vakolatan sizlardan kechirim so'rayman. Biz shundoq va'da beramizki, buningdan keyin san'at sohasini qalaymaqon qilmaymiz. Har qaysi kasbni shu kasb ahllarining qilish kerakligini cho'nqur to'nib yetdik. Qushqash bo'lsa-mu, qassob so'ysin. Oltinni zaga so'ksin.